Ishoninglar, bu dunyoda misol uchun mana Allohim umr berib 40 dan oshgan bo'lsa, Allohga yaqin bo'lishchalik baxt topmadik. Alloh bilan so'zlashishchalik eng zo'r suhbatdoshni topmadik. Munojat deydi bu dars soatini. Chiqing, chiqing, o'tiring. Yo Rabbiy deng. O'zing bilasan, meni falon gunohlarim bor. Yoshim falon narsaga yetib kelib qopti. Yaqinda sen bilan ko'rishadigan kunlarim yaqin ekan. Endi men nafsimni, meni shaytonga berib yuborasanmi? Meni yaxshi ko'rmaysanmi sen deydi. Men seni yaxshi ko'raman-ku. Ketar chog'imni unga berib yuborib, o'zing jamolini ko'rsatging kelmayaptimi menga deydi. Gaplashib ko'ringlar-da bir marta. Ishoninglar, boshqa suhbatdosh xohlamay qolasiz. Xuddi shunda Madina Munawvarada janobimizdan to'rlarda o'tirib, janobimizdan shunaqa suhbatlashgan bo'lsanglar, buni mazasini umringlarning oxirigacha unuta olmaysiz. Har qanday bitta odamga dardingizni aytsangizcha og'ir oladi bir kun kelib. To'g'risi. Bir kun kelib yoqmay qolasiz. So'raversangizchi qarz. Bir kun kelibchi